Biz Telegram kanalda turibmiz. Bu kanal linkini albatta kommentar va opsiyada qoldiraman. Bu kanalda nimalar ko'rsatilgan? Bu kanalda XM Global Limit Broker'dan foydalanish tavsiyalari to'liq ko'rsatib o'tilgan. Birinchisi XM Global Limit Broker'ning qulayliklari va birinchi video reyestrdan o'tish, MT5 ga ulash, depozit qilish va islomiy hisob ochish. Mana shu kanal orqali to'liq XM Broker'ni foydalanishni o'rganib olishingiz mumkin. Xo'sh, bizga nimalar kerak bu kanalda? Hozirda XM Broker'i yangi yil munosabati bilan $30 bonusni qaytargan va mana shu kanal linki orqali ro'yxatdan o'tib $30 bonusni olishingiz mumkin. Shu kanalga kirib olib, mana bu linkga kiramiz. Ochish va bizni to'g'ridan-to'g'ri ikkinchi bo'limga olib kiradi. Bu yerda XM Global Broker'ning original sayti qoldirilgan va o'sha Telegram kanalimiz. Xo'sh, sayt ustiga bosamiz va bizni keyingi bo'limga olib kiradi. Bu yerdan Start Trading byuroni bosishimiz kerak. Va bizda tepada reklama, ya'ni XM Broker 100% bonus ham amal qilmoqda. Agar siz $200 gacha bo'lgan pul miqdorini depozit qiladigan bo'lsangiz, sizga 100% bonus ham taqdim etiladi. Xo'sh, bizga email kirit va parol qo'y demoqda. Xo'sh, bularni albatta yangi email ochasizmi yoki o'zingizda bor emailni kiritib parol qo'yasiz. Biz emailni ham parolni ham qo'ydik va parolda 10 tadan 15 tagacha belgi, bitta katta harf, bitta son va bitta belgi bo'lishi kerak. Ya'ni nuqta, virgul shu kabilar mana oxirida ko'rsatilgan. Agar siz parolni to'g'ri qo'ysangiz, hamma ular yashil bo'lib qoladi belgilar va bu to'g'ri degani. Va pastdagi hamma shartlarni qabul qilish buyrug'ini bosamiz va reyestr buyrug'ini bosishimiz kerak. Va aytmoqda, emailingga manzil yuborildi, o'sha bo'lim orqali qolganini davom ettirasan. Va bu yerdan emailga kirib olishimiz kerak. Xo'sh, bizga manzil keldi, mana adresni tasdiqlash. Verify email buyrug'ini bosamiz. Hammasini qabul qilish. Xo'sh, desktop versiyani o'chirib olamiz va bizda ko'rib turibsiz. Xo'sh, place account ochildi. Va bizda birinchi so'raydigan narsa, ya'ni registrdan o'tishni yakunlab qo'y deydi. Ya'ni complete buyrug'ini bosib, qolganini yakunlab qo'yasiz. Bu yerda nomerni kiritasiz, pasport oldi orqa tiniq rasmi, MyGov'dan olingan agar so'rasa, turar joy manzilini tasdiqlash va yuzingizni selfie qilasiz va bu yer tasdiqlangandan so'ng sizda hammasi ochiladi, ya'ni bemalol savdo qilishingiz mumkin. Keyingi qiladigan ishingiz, xo'sh, desktop versiyani o'chiramiz va mana bu yerda More buyrug'iga o'tasiz. Bu yerdan esa bonuslar bo'limidan depozit qilmasdan turib, mana bu yerda mana shu bo'limni topishingiz kerak va bu yerda $30 bonusni ol demoqda. Ya'ni sizda $30 bonusni olish uchun 30 kun vaqt bo'ladi reyestrdan o'tgandan keyin. Bu qanday amal qiladi? Agar siz yangi yilgacha reyestrdan o'tsangiz, sizga mana shu bo'lim ochiladi. Yangi yildan keyin bu bo'lim yana yopilib qoladi. Shuning uchun shoshilamiz. Albatta, bepul $30 bonusni olib, har qanday foydani kartangizga chiqarib olishingiz mumkin. Xo'sh, videomiz shundan iborat. Qolgan videolarni Telegram kanalimizdan ko'rishingiz mumkin. Hammasi oson, broker tomonidan hammasi qulay qilib yaratilgan. Bu bonuslardan tashqari mana bonuslarni ham keyinchalik depozit qilib olishingiz mumkin. Xo'sh, video yoqqan bo'lsa bitta like va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Videoda kamchiliklar bo'lgan bo'lsa hammadan uzr so'rayman.